Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz guruhimiz a'zolari. Bugun 2026-yil 4-yanvar. Bugun anor haqida bir video efir ga quloq solib turishingizni istardim. Mana bu anorlarga e'tibor bering. Bu meni hovlimdagi anorlar. Bu anorlar ko'milmagan, qarang mana. Bugun aynan yanvar, hali ko'milmagan. Mana shu ko'milmagan anorlarda bahorda anor gullaganda birinchi guli to'kilib ketadi. To'kilib ketadi. Yo so'g'irib ketadi, yo bo'lmasam to'kilib ketadi. Ana shu birinchi gulini to'kilmaslik uchun nima qilish kerak? Ya'ni juda ko'pchilik anorni ko'mmaydi bizda, O'zbekiston sharoitida. Chunki havolar isib, global harorat isib borib anorlarimizni ko'mmayapmiz ko'pchiligimiz. Ko'mish ham ortiqcha mablag', ortiqcha ishchi kuch talab qiladi. Shuning uchun biz anorni ko'milmagan holatdagi anorni erta bahorda birinchi gulini saqlab qolish uchun nima qilishimiz kerak degan savolga bugun qisman imkon qadar javob olasizlar. Mana birinchi qo'limdagi sizlar ko'rib turgan mana bu oddiy kul. Bu oddiy g'o'zapoya, o'tin kuli. Shu o'tin kulini 15 gram olamiz va 10 litr suvda yaxshilab eritib turib, anorni butun tanasiga anor birinchi guli ko'rinish zahotiyoq. Birinchi guli ko'rindimi? Srazi o'rnida mana shu kuldan, o'tin kulidan 15 grammini 10 litrga eritib, butun tanasiga purkab yuvib chiqiladi. Bu amaliyot bilan biz anorni katta ehtimollik bilan va arzon usulda biz anorni birinchi gulini saqlab qolamiz. Oddiy arzon usul. Lekin yana ham ko'ngilda shubha bo'lmasligi uchun, ya'ni xotirjamroq bo'lishimiz uchun gulini imkon qadar saqlab qolishning ikkinchi bir usuli ham bor. Bu usul mana siz ko'rib turgan mana bu bor kislotasi. Borniya kislota aptekalarda sotiladi. Juda arzon bo'ladi bu ham. Shu borniya kislota, bor kislotasidan 2 gram olasiz. Dozani oshirmaymiz, kamaytirmaymiz. 2 gram olib 10 litr suvda eritib olamiz. Albatta bor kislotasini oldin iliq suvda eritib olib turib, keyin 10 litrga yetguncha suv quyib turib ishlatamiz. Iliq suvda eritib olishimiz kerak borni. Va butun tanani anorni birinchi guli ko'ringanda butun tanaga purkab chiqamiz. Cho'miltiramiz. Oradan bir hafta o'tib turib, ikkinchi marta purkaymiz. Kulda foydalanganimizda ham ikkinchi marta, bir haftadan keyin ikkinchi marta foydalanamiz kulda ham. Bu borda ham ana shu bir marta sepildimi, bir hafta yoki 10 kun o'tkazib turib, ikkinchi marta yana purkaysiz. Bu ikkala uslub bilan biz anorni deyarli birinchi gulini saqlab qolishga muvaffaq bo'lamiz. Ammo yana ham xotirjamroq bo'lish uchun uchinchi bir moddani ishlatish butunlay hammamizni xotirjam, siz bilan bizni xotirjam qiladi. Bu hammamiz yaxshi bilgan magnezium yoki bo'lmasam magniy sulfat tuzi. Bu anordagi stressni oldini oladi. Erta bahorgi havolarni kechqurun sovib, kunduzi isib ketayotgan vaqtda tushayotgan stress holatlarini olib, stressdan anorni osongina olib chiqib ketadi. Va birinchi gulni stressga tushmasdan, u boshqa narsani o'ylamasdan faqat mevani urug'lantirishni, meva hosil qilishni o'ylab qoladi. Shuning uchun magniy sulfatdan 10 litrga 5 yoki 10 gram miqdorida eritib turib, butun tanasiga birinchi guli gullashganda, ya'ni guli ko'ringanda va oradan 10 kun o'tkazib turib, ikkinchi marta sepib qo'yamiz. Mana shu uslub bilan biz anorni, ko'milmagan anorlarni birinchi gulini saqlab qolishga muvaffaq bo'lamiz. Salomat bo'ling.